Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, ommaviy axborot vositalari xodimlari, hurmatli hamkasblar. Matbuot anjumanimizda dastlabki qismini mehmonlar bosh murabbiyi Asror Choriyevich ishtirok etmoqdalar. Asror aka, bugungi uchrashuv haqida o'z fikringizni bildirib o'tsangiz. Avvalambor bu Superligadagi 6-tur o'yini, ikkinchidan bu derbida. Hamma vaqt derbi og'irroq bo'ladi. Sho'rtan jamoasi bilan bir necha yildan beri to'qnash kelamiz. Bu murabbiy uslubi, jamoa shijoatkor, bosim uyushtiradi. Endi bosimga futbolchi tayyorladik. O'yinga juda og'ir kirishdik, yaxshi o'yna oldik deb ayta olmayman. Birinchi bo'lim baribir bu bosim 65-70 minutdan keyin baribir bo'shliqlar paydo bo'lishi uqtirgandik. O'sha uchun ham ayrim futbolchilarni zaxiraga qoldirdik, kuchaytirish maqsadida. O'ylayman bugun bu ikkinchi bo'limdagi gol vaziyat va oxirroqda yana aqlroq o'ynaganimizda yana to'p kiritishimiz mumkin edi. Lekin bugungi g'alaba bilan tabriklayman. Muxlislarimizni, futbolchilarga mehnat uchun minnatdorchilik bildiraman. Aslında bugün g'alaba bilan tabriklaymiz. Doston To'xtaboyev ko'ringan bu asosda maydonga tushgan Endi bizda asosiy bu raqobatni Doston yutib chiqqandi. Shuning uchun chempionatni Doston To'xtaboyev boshladi. Oxirgi bu o'yinlarda biz yirik mag'lubiyatni qabul qildik. Bu tomonlama Doston ozgina ishonchli o'yin ko'rsata olmadi desam to'g'ri bo'ladi. Biz uni qo'llab-quvvatlaymiz. Hozir Umid Hamurayevga ishonch bildiryapmiz. O'sha uchun biz uchun ikkalasi ham bizning futbolchilar, qaysi biri tayyor bo'lsa, o'shani maydonga tushiramiz. Bugungi zaxiralarni maydonga tushgan futbolchilar menimcha o'zini oqladi. Deb o'ylaysizmi? Oqladi deb o'ylaysizmi? Birinchidan aytdim, sho'rtan bosim uyushtiradi. Bu 65-70 minut bosim baribir katta qism futbolchilar bosim uyushtirgandan keyin bu himoyada bo'shliq paydo bo'ladi. O'sha uchun ham biz tezkorroq futbolchi va aqlliroq futbolchilarni zaxiraga qoldirdik. Ikkinchi bo'limda o'yinni kuchaytirish maqsadida. O'ylayman, bugun zaxiradan chiqqan futbolchilar oqladi o'zini. Faoliyatingiz davomida ko'proq o'sha sho'rtanda masharda ishlagansiz. Endi har ikkala jamoadagi ko'rsatkichlaringizga qarasak, siz ko'proq sho'rtani mag'lub bo'lishyapsiz. Bu sho'rtani har tomonlama bilishingizdan bog'liq yoki sizning jamoangiz kuchliroqmi? Endi hamma vaqt siz bila olmaysiz. Hozirgi sho'rtanning tarkibidagi ayrim futbolchilarni biz jamoaga chaqiruv qilganmiz, lekin afsuski sho'rtani tanlab ketgan. O'ylayman, tarkibida yaxshi futbolchilar ega, ayniqsa bu yarim himoyada. O'sha uchun ham to'p bilan muomalasi, bu texnik qobiliyati yaxshi. Lekin bu tasodif desam to'g'ri bo'ladi. Chunki barcha o'rganasiz, bizda o'rganishadi. Hozirgi oxirgi vaqtdagi bu derbidagi ko'proq bizning g'alabamiz, bu futbolchilarning mehnati, bu bizning mehnatimiz. Shu deb o'ylayman. Savollar bor? Rahmat sizga. Mayli, sog' bo'ling. G'alaba bilan tabriklaymiz.